Cobalt aqlli mashina desam ishonmaysizlar. Mana Cobalt kasalini qaranglar. Nimadan deb o'ylaysizlar mana? Shunday kalit ochganligida davonni ishlab ketyapti. 3 marta 4 marta ishlagandan keyin avtomatik to'xtaydi. Agar shu kasal boshqa mashinalarda bo'lganda, Gentra yoki Nexus larda bo'lganda to'xtamasdan davonni ishlayotgan bo'lardi. Sababini videoda oxirida aytaman. Bu hech qanaqa taraqdan emas. Tarag'ini biz ham boshqaradi. Mana uzib bersanglar ham. Hatto sizlar yana ishlaydi. Taraq qo'limda turibmiz. Mana ayb akalar, aynan mana shu motorchidagi ichki qismida xuddi shunaqa tili bo'ladi. Tili motorda qayta startga kelayotganini sezmay qolgan. Cobaltda aqlliligini qaranglar. Startga qaytib kelishini sezmagandan keyin Gentralar yoki boshqa mashinalar bo'lsa, to'xtamasdan ishlab yotaveradi. Bu 3 marta 4 martada avtomatik to'xtagan. Akalar, dvorningiz tayyor bo'ldi. Mana kalit ochganlaringni ham ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa dvorninglar ishlashi yo'q va mana dvorni ishlatganlaringni o'chirsanglar joyida qaytyapti. Bu videoda Gentrachilarga, Nexuschilarga Cobalt bu deydiganlarga tezda jo'natib qo'yaverasizlar. Baribir aqlli mashina.